Xo'p, jigarlar, xayrli kech hammaga. Bu video ozgina uzun bo'lishi mumkin. Xohlovchilar ko'rsin, komment ochiq, fikringlarni kutaman. Realchimisizlar, Barsachimisizlar yoki boshqa klubda haqiqiy fanatimisizlar? Hammanglarni izohda kutaman. Fikringlarni albatta men har bittasini o'qib chiqaman. Mana bu videolarni bitta-bitta ko'ramiz, eshitamiz. Barsachilar sizlar o'sha qarzga botdinglar, to'g'rimi? Gardon yana kimdirlarni oldinglar, qarzga botdinglar. To'shni xazinani to'laysizlar, sizlar transferni ko'rib o'sha mandrash bo'lsanlar. Bu qopsanlar o'sha bo'ldi. Real bitta transferga kirishsa bor-ku, Barsani o'yinchilarini sotib oladi kerak bo'lsa. Sani yururlari ana Atleticodan o'yinchi sotib olib, bitta o'yinchilarni. Dumfriesni tanimaganlar bo'lsa, Barsachilardan so'rasanglar, juda yaxshi tanishadi. Chempionlar Ligasida qon yig'latib chiqarib yuborgan futbolchi aynan Dumfries bo'ladi. Hamma tanisa kerak bu futbolchini. Xo'p, yetarli menimcha, yetarli. Men nima demoqchiman, jigarlar? Avvalo Real Madrid yaxshi transferlarni amalga oshiryapti. Respekt. Bir 30 yoshli transfer, hozircha yana bir 27 yoshli o'sha Liverpoolga kerak bo'lmay qolgan transferlarni o'sha Kanatemi 27 yosh, biri Dumfries. Xo'p, Italiya chempioni bo'ldi. Video qilayotganda o'zingizlarning klubingizga javob beringlar. Esingizda bo'lsa, Mbappe kelganda katta orzular bilan kelganda va muxlislar xursand bo'lib katta og'izni ochib, biz endi Barsani unaqa qilib yuboramiz, biz Yevropani unaqa qilib yuboramiz, biz itarib yuboramiz, kim nima qila olamiz degan bir gap so'zlar ko'payib ketgandi Realchilar orasida, esingizda bo'lsa. Nima qildi Mbappe? Qanaqa titul yutdi Real Madridga kelib? Bitta o'sha super kubokmi, ana u Yevropanikini yutgandi, esingizda bo'lsa 2 yil oldin. Mbappe kelib qanaqa titul yutdi? O'sha La Ligani oltin butsasini olib yuribdi. Carreras kelganda Yamalni o'sha Benficada yopgandi, u yog'ida, bu yog'ida deb olib keldinglar, katta gapirib. Nima bo'ldi Carreras? Qani hozir? Yoki Trent Alexander-Arnold olib kelindi. Becharaning boshi jarohatdan chiqmaydimi yoki Realga moslasha olmayaptimi u bola? Bilmadim. Iltimos, Barsani qo'shmasdan gapiringlar. Kim bo'lsanglar ham, kim bo'lishinglardan qat'iy nazar Barsani qo'shmasdan gapiringlar, iltimos sizlardan. Yoshinglar 40 dan oshgan. Endi gapirayotgan har bitta gapinglarni iltimos o'ylab gapiringlar. Keyingi safar chidamay qolishinglar mumkin. Bundan battar videolar chiqishi mumkin. Iltimos qilaman, o'zingizlarning klubingizga javob beringlar, Barsani qo'shmanglar, iltimos.